kim üstünlükке erishish yoki boshqalarning moyilligini qo'lga keltirish uchun hissiyotdan iborat bu guzurdan foydalanib boqmagan. Xo'shallik, qo'rqinch, g'azab, hayronlik qatorliq asosli hissiyotlar kishilarni qoyil qilish va tizginlash jihatdagi kuchli qurollardir. Hissiyot bizning zihniy qobiliyatimizga va qaror chiqarishimizga ta'sir ko'rsatadi. Ba'zida hatto bizni aql idrokdan judo qiladi. Nervi hujayrasiga tayangan setish ilmidan saxt xabarlar va nazorat qilish sistemalarigacha boshqalarning hissiyotini izqo'g'lab tekshirish zamonaviy jamiyatning ayrilmas bir qismiga aylandi va shu vajidan hissiyot parcha sotquchi shirkatlar, sanoatchilar va siyosiylar uchun asosli tovar bo'lib qoldi. Undaqda hissiyotimiz bizga zodi qandaq ta'sir ko'rsatadi? Aldı bilan shuni bilish kerakki, biz zo'r darajada hissiyotimizning tizginida yashaymiz. Hissiyot orqali tizginlash to'g'risida gap bo'linganda, aldı bilan bu jihatdagi ulluq mexanizmlar bilan tanishib chiqishga to'g'ri keladi. Cho'ng miyaning bir bo'ligi kompyuterga o'xshash hisoblaydi. Yana bir qismi bo'lsa, hissiyotni bir taraf qiladi va texmi istixiyalik holda qaror chiqaradi. Shunga agar siz bir odamni hissiyot orqali tizginlamoqchi bo'lsangiz, undaqda oldi bilan miyaning hisoblashga mas'ul o'sha qismiga kashili tug'dirishingiz kerak. Masalan, tafakkur va qilmishga ta'sir ko'rsatishga aloqador programmalar bilan tanilgan Fabian Olkart bizni to'limi tipik mundaq bir o'rnak bilan ta'minlaydi. U o'zining tomoshabinlarga qarta mundaq bir sinoq elib borgan. U avval tomoshabinlardan 3 tane raqamni o'ylashni talab qilgan va ondan bu 3 raqamning cho'qim o'xshash bo'lishi va taqson bo'lishi kerakligini aytgan. Orqadan ulardan o'zi birdan 3 kishi sanab bo'lgan aman shu 3 sonni unlik aytishni talab qilgan. Natijada tomoshabinlar hayron qolarlik holda birli vaqtda tegidek 3 deb to'lashgan. Fabian Olkartning aytishicha bu jarayonni mundaq izolashga bo'ladi ekan. Dastlabda u tomoshabinlarga 3 dona sonni kalasiga keltirishdan iborat nisbatan keng tanlash bo'shliqi bergan. Ondan ular sonlar to'g'risida o'ylanishga boshlaganda, u darhol shart qo'shib, bu 3 sonning cho'qim o'xshash bo'lishi va taqson bo'lishi kerakligini aytgan va orqadan ularga 3 ni sanab bo'lg'ichilik vaqt bergan. Ya'ni ularni jiddiy inkas qaytarishga qistigan. Natijada tomoshabinlar jiddiylashgan va Olkart 1-2-3 deb sanab bo'lishiga, o'zi oxirida anglagan 3 degan sonning yuqoridagi shartlarga dal tushadiganligini o'ylab, tangla 3 deb to'lashgan. Bu xil nayranglar bizning qarorlarimizga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni miyamiz besim ostida qolganda tez qaror chiqarishga majbur bo'ladi. Bu kichik taktika o'z navbatida yana sehrgarlikdagi asosli hunarlardan biridir. Lekin hissiyotni tizginlash nuqul holda sehrgarlik jarayonida ishlatilmaydi. Kishilar o'zaro aloqada hamda o'zi orzulagan narsalarga erishish jarayonida uningdan foydalanadi. U o'z navbatida yana boshqalarni qoyil qilishdagi quroldir. Tadqiqotlar va tajriba psixologiyasi hissiyotdagi o'zgarishning bir necha minut ichida kishini qardan chiqara oladiganligini dalilladi. Bu vaqtdagi bir turlik tajribaga qatnashgan oliy maktab o'quvchilari 2 guruhga bo'linib, oddiy geometriyalik shakldagi kichik yog'och parchalarni muqim ramka ichiga sig'dirib qurashtirishga buyurilgan va tajriba mas'uli ularga bu sinoqda sizlarning tonish qobiliyatinglar o'lchinadi. Bularni har qanday odam qurashtira oladigan bo'lib, bu aslida 10 yoshlik bolalar uchun loyihalangan degan. Lekin bu o'yinga nayrang ishlatilgan bo'lib, bir guruhdagi o'quvchilarga nihoyatda osonlik qurashtirg'ili bo'ladigan vazifa topshirilgan bo'lsa, yana bir guruhdagi o'quvchilarga muqim ramka ichida qurashtirish mumkin bo'lmagan vazifa topshirilgan va har 2 guruhdagilardan oldidagi parchalarni imkon qadar tez qurashtirib bo'lish talab qilingan. Natijada oson vazifa topshirilgan guruhdagilar parchalarni nihoyatda tezlik qurashtirib bo'lgan bo'lsa, tamomlig'ili bo'lmaydigan vazifa topshirilgan guruhdagilar mangdab qolgan.
Shu chaqda tajriba mas'uli bu guruhdagilarga sizlar qurashtiramidinglar. Lekin ikkinchi qatimliq sınaqda buning o'rnini to'ldirib olsanglar bo'ladi degan. Halbuki ikkinchi qatimliq sınaqdimi o'xshash natija ko'rilib, oldingi qatim tez qurashtirib bo'lganlar yana nihoyat tezli vazifasini tamomlagan bo'lsa, oldingi qatim vazifasini tamomlay olmaganlar birinchi qatimqidimmi bakrak chetlashib ketgan. Halbuki psixolog Benjamin Lobzinskiga ko'ra, vazifasini tamomlay olmagan guruhdagilarning bu xil inkosini tamoman oldin mo'ljallangan bo'ladi ekan. U bu haqda shunday deydi. Bu tajribada gavdalantirilgan nuqta o'rganilgan chorsizlik deb ataladi. Ya'ni siz mag'lubiyat tuyg'usini o'rganasiz. Bu xil ahvolda o'z-o'zingizga qartilgan nomus tuyg'usi yoki haqiqiy g'azab favqulodda kuchli bo'lishi mumkin. Ondan bu xil hissiyotlarning hammasi besim, ya'ni chorsizlik tuyg'usi paydo qiladi. Siz o'zingizga berilgan vazifani tamomlay olmagan siri besimmi shuncha kuchaydi-da, siz o'zingizni mag'lubiyat patqiqiga petib ketayotgandek his qilsiz. Yuqoridagi sınaqning oxirgi bosqichiga dastlabki ikki bosqichdagidek to'zoq qo'yilmagan bo'lib, har ikki guruhdagilar nihoyat oddiy qurashtirish sinaqiga qatnashtirilgan. Natijada oldingi ikki qatimliq sınaqni o'ngishli tamomlagan guruhdagilar bu qatim nihoyat tezla parchalarni qurashtirib bo'lgan. Lekin oldingi ikki qatimda mag'lub bo'lgan guruhdagilar yanada mag'lub bo'lishdan qo'rqib, parchalarni tez qurashtira olmagan. Ondan tajriba mas'uli dastlabki ikki sınaqda mag'lub bo'lganlarga ularga berilgan vazifani tamomlashning mumkin emasligini aytgandan keyin, sizlar 5 minutga yetmagan vaqt ichida o'zinglarni qanchalik hamoqat deb qarag'anliginglarga va o'zinglarga bo'lgan ishonchinglarni yo'qotganinglarga shohid bo'ldinglar. Bundaq bo'lishidagi sabab sizlar hissiyotinglarning iskanchasida qolgan edinglar degan. Benjamin Lobzinski bu haqda yana shunday deydi. O'rganilgan chorsizlik tuyg'usi tez qo'zg'aladigan tushkunlikning bir xilidir. Siz qilishga tegishlik ishni qilishning o'rniga besim sizni narkozlab tushkunlikka mahkum qiladi-da, siz hatto 2 ga 2 ni qo'shalmas holga kelasiz. Ya'ni favqulodda qisqa vaqt ichida tamoman qarg'a kelmas bo'lasiz. Sınaq jarayonida sijil g'alaba qilganlarning ahvoli bo'lsa, dal shuning aksicha bo'ladi. Ularning o'ziga bo'lgan ishonchisi oshidi, diqqati texmo markazlashidi, esi texmo kuchaydi. Bu dal mushu xil sınaqlar uchun intayin muhim omillardir. Mazkur tajriba tunji qatim 1970-yillar ishlangan bo'lsa-mu, ammo uning erishilgan yakun davrimizda hali ham kuchga ega. Masalan, biz ishqa shurg'ul bo'lmaydigan bir nishonni ishqa oshirishga takror urinayversak, yuqorqi sınaqdagilarga o'xshash salbiy hissiyotga asir bo'lishimiz shaksiz.